Bir ajoyib chiroyli qarsaklar ostida boya aytganimdek Kamolot 92 tanlovining g'olibi Jaloliddin Usmonovga men qo'shiq aytish navbatini bermoqchiman. Marhamat, Jaloliddin Usmonov. Mana bugun shu Shavkatjon akamizning hurmatlaridan shu Namangan rayonidan shu ko'pchil san'atkorlar tashrif buyurishdi. Shular qatorida biz ham avvalambor mana shu 2 yoshga baxt tilaymiz. Doim baxtli bo'lsin. O'zimizni shu birinchi yangi qo'shiqlarimizdan havola. You